Bugun barcha diqqat-e'tibor federal sud binosiga qaratilgan. Donald Trampga qarshi suiqasdda gumon qilinayotgan shaxs birinchi marta sud qarshisida hozir bo'ladi. Sud binosi atrofida misli ko'rilmagan xavfsizlik choralari ko'rilgan. Jamoatchilik va jurnalistlar gumonlanuvchining ko'rsatmalari hamda bu jinoyat ortida nima turganini bilishga intilmoqda. Huquq-tartibot idoralari har qanday provokatsiyaning oldini olish uchun shay holatda. Suiqasd urinishidan so'ng maxfiy xizmat manzillariga ko'plab tanqidlar yog'ildi. Biroq Oq uy rasmiy bayonot bilan chiqdi. Prezident Donald Tramp o'zini himoya qilayotgan xodimlarga to'liq ishonadi va ularni qo'llab-quvvatlaydi. Prezident maxfiy xizmatning sadoqati va qahramonligini yuksak qadrlaydi, deyiladi xabarda. Bu bayonot tizimdagi ichki tushkunlikni ko'tarish va jamoatchilikdagi shubhalarni tarqatishga qaratilgan. Sud jarayoni davom etar ekan, xavfsizlik protokollari qayta ko'rib chiqilmoqda. Ekspertlarning fikricha, bu voqea siyosiy arboblarni himoya qilish tizimidagi zaif nuqtalarni ko'rsatib berdi. Oq uy va maxfiy xizmat endilikda texnologik va strategik islohotlarni rejalashtirmoqda. Eng asosiysi, siyosiy maydondagi radikallashuvga chek qo'yish va davlat rahbarlarining xavfsizligini kafolatlash. Sud hukmi esa adolat qaror topishining birinchi